Letta bilan bog'liq eng dahshatli voqealardan biri uning egasining singlisi bilan sodir bo'lgan. U qo'g'irchoqni bir necha daqiqa bag'riga bosib o'tirgan. To'satdan u qichqirib yubordi va hushidan ketdi. Keyinroq u uyg'ongach shunday deb aytdi: "Qo'g'irchoq meni qattiq ushladi. U nafas olayotganda edi." Tibbiy tekshiruvlardan hech qanday jismoniy zarar topilmadi. Lekin u qiz keyingi oylarda hech kim bilan gaplashmay qo'ydi. Yana bir kuni Letta bilan bo'lgan xonada kamera o'rnatishdi. Tunda kamera o'z-o'zidan o'chib, qayta yondi. Video yozuvda esa Letta qimirlayotgandek ko'ringan. Bu faqat optik illyuziya emas edi. Chunki o'sha vaqtda xonadagi harorat bir zumda 22 gradusdan 6 gradusga tushib ketgan. Shundan keyin hech kim u bilan yolg'iz qolmay qo'ygan.